yolg'iz o'tirib aroq ichyapti? Qaysi mol g'iybat qilyapti? Qaysi echki yolg'on gapiryapti? Hayvon qilmagan ishni qilasiz, yana men otamman, javob bo'lganda hamma xon bo'lgan, tagimiz toza deysiz. Tagingizni tozalashni bilmaysiz, biroq tagiga tegmang. Kim qo'lida abdastni ko'tarib kelib, mustahab qilishni qoidasini bildi. Kim tahoratni yaxshi qiladi? Kim g'usulni niyati bilan biladi? Kim vaqtda turib ibodat qilyapti? Birodar nomidan gapirmang, avval o'zingizga afv qiling. Voy, mushuk deyman-da men. Avval o'zingizga javob berasiz. Ene katta keting. Tilingizga qiling. La ilaha illalloh dedingizmi? Shuni isbotini qiling. Muhammad Rasululloh dedingizmi? Shuni isbotini qiling. Mu'minman dedingizmi? Isbotini qiling. Hech odam odilona qarang. Kunduzni kecha qilib berayotgan, kechani kunduz qilayotgan, fasl, yer, osmon, tog', quyosh, oy, butun borliqni, mahluqotni, mavjudotni bizni xizmatimizga Xudo qo'yib qo'ysa-yu, shuni ko'rib, shundan foydalanib, shunga qulluq qilmasangiz, shukr qilmasangiz, chukcha o'lgan Xudoga shukr deydi. Chukcha, o Yakutadagi chukcha degan millat ham Xudoga shukr deydi. Nahotki ham shu chukchachalik bo'lmasangiz-da. Yerdan chiqayotgan giyoh subhanalloh deb chiqar ekan, bir machin, bir semizor, bir o't giyoh yerdan chiqadi. Subhanalloh, ey Alloh, sen poksan der ekan. Shu bandai bechora 70 kilo go'shi bor. Hamma yo'lni yevoradi, ichvoradi, kiyvoradi, hamma yo'lni ko'rvoradi-yu, shu subhanalloh deyamasa kimsan deysa kimsan? Yana aytasiz, biz ichmaymiz, chekmaymiz, ko'nglimiz toza, to'g'ri borib to'g'ri kelamiz, birov bilan urushmaymiz, talashmaymiz. Molam shunaqa to'g'ri borib to'g'ri keladi, urushmaydi, talashmaydi. Arg'am chinchoqiga bo'ylab qo'yvorsiz, yaylovga chiqib o'tin elni sutga to'ldirib, birovni tepmaydi, tishlamaydi, usmaydi, g'iybat qilmaydi, yolg'on gapirmaydi, ibodat ham qilmaydi. Uni omolandir, buni omolandir. Uni dumi bor, buni dumi yo'q. Uni shaqi bor, buni shaqi yo'q. Uni ko'ynagi bor, buni ko'ynagi yo'q. Ikkalasi bir ko'yni pokda, bitta maxluqda. Shu maxluqni safidan chiqishlik uchun shu rang-barang ko'rib turgan dasturxonni yegandan keyin, banda lo aqala, bismillah Alloh akbar dedingmi? Ya Robbana shuni yegizding-ku, buni o'zing hazm qilishiga izn bersang, hazm bo'ladi. Bo'lmasa qoningizda toshday qatib qoladi. O chekayotganda bunday chekkandan keyin, o chekadiganlar qopib qolgandan keyin chaynamasdan yutar ekan. Oshqozon hazm bo'lib ketyapti-yu, ostasi o'tib ketyapti, hazm bo'lib ketyapti-yu. Xudo shunday qo'yganiga shukr deb yaramasangiz kimsiz oshna? Bunday o'zingiz tafakkur, aqlni berdi-yu, pulni hisoblayapti-yu, issiq sovuqni, qorong'i kunduzni, yaxshi yomonni, erkak ayolni ajratayotgan buni bosh. Nimaga Xudoni tanimaydi? Nimaga Xudoga ibodat qilmaydi? Sabab nima? Sabab nafsizga qulsiz. Xolasa bu yoqqa aytadi, xolasa bu yoqqa aytadi. Xolasa ho'llab o'ynatadi, xolasa ho'llamasdan o'ynatadi. Shunga rozisiz-da. Yana ichadiganlar katta qadargan, ichgan cheksa o'g'il bola, ichmasa chekmasa o'g'il bolami deydi. O'g'il bola chekadi, yozillarda o'ynaydi, kayf, maishat der ekan. O'g'il bola chekadigan, maishat qilib, o masjidlar qolmasdan pista-pislarni kezib boradigan o'g'il bola, men sizga aytib beray, qanaqa mushukligingizni. Agar ichishlik, chekishlik, kayf qilishlik, aysab o'g'il bolalik bo'lsa, onashi sen bilan ichayotgan fohisha ichyapti, chekyapti, kiyapti, yuriyapti, maishat qilyapti. Nimaga o'g'il bola bo'lib qolmayapti? Nimaga? Siz cheksiz xon chekayotgandisiz, u Malbira chekyapti, parlament chekyapti, Davidov chekyapti. Siz oddiy vino ichsiz, uchi Suxoydan ichyapti. Siz razidlo pivisiz baskga 9 uryapti. Nimaga o'g'il bola bo'lib qolmayapti? Siz oddiy salomatsiz, u gela uryapti. Galopkani en zo'rini uryapti. Nimaga u chekib o'g'il bola bo'lib qolmayapti? Agar chekishdi-yu o'g'il bolalik bilan isbot qilinadigan bo'lsa, nima asl manjalaqi fohisha shu ishi bilan o'g'il bola bo'lib qolmayapti? O'g'il bolalik g'urur. Gapirgan gapiga javob qilishdi o'g'il bola bo'ladi. O'sha javobni yo'qligi uchun o'sha fohisha o'g'il bola bo'lyapti. Shuning uchun o'g'il bola ichish chekishdi bilan o'g'il bolalik desangiz, monovi nisibe tushuntiryapmanmi? Tom ketdi deysiz, kirish ichdi deysiz, o'sha kirish ichgani shu bo'ladi. Mana men
xudo qilibroq gapiray, achchiqroq bo'lsa ham haqiqatni gapiray. Nimaga men kuyinyapman? Nimaga? Yerini chopmadingiz deb urishyapmanmi? Uyimni so'bermadingiz deyapmanmi? Yo menga mashina berib yubormasiz deyapmanmi? Yo menga salom bermadi deb kuyinyapmanmi? Men seni shu ehtiyot qilayotgan jasading, yuvib, tozalab, qarab yurgan a'zoing ertaga jahannamga tushib o'tda yonmasin. Ey oshna, Rasulullohga ummatman deding, sen bilan jannatga birga kiraylik, Allohning jamolini birga ko'raylik deb kuyinyapti xolos. Aslida men shu, maqsad shu. Men xirob qilmayapman. Men biror tupikka quloq olib kirmayapman. Ko'pchilik uchun nazomat qilmayapman. Xudo harob qilib qo'ymasin. Xudo burchakka qisib qo'ymasin. Xudo odamlarni idan chiqarib qo'ymasin. O'sha kun kelganda yig'laysiz, ey Parvardigoro, yo'limni boshqara olmay yo'lda qoldim, oyoqim qo'limni men orqa oldim, gunohimni yig'ib men qo'lga oldim deysiz. Xudovonda ajab hayronda bo'ldim, gunohimni ko'rib sharmanda bo'ldim, hisobim yetolmayin darmonda bo'ldim deysiz. O'sha kunni yig'laysiz, ey Parvardigor, menga izn ber, menga imkoniyat ber, yana menga umr ber deysiz. Sening amring bilan ish tutmadim men, bu dunyodan ketarim bilmadim men.